Assalomu alaykum azizlar. Agar siz shu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, demak sizni yelka qismingizda muammolar bor va bu muammolardan qutulishga qiynalib yuribsiz. Bugungi mavzuyimiz yelka og'riqlarini siz bilmagan sabablari to'g'risida bo'ladi. Chunki yelka og'rig'ini keltirib chiqaruvchi aynan sabablari bor. Shu sabablarni bartaraf qilmaguncha yelka og'rig'idan to'liqligicha xalos bo'lishimiz qiyin bo'ladi. Videomizni oxirigacha ko'ring, bu to'g'risida batafsil ma'lumot beraman. Ko'pchiligimiz yelkamizni og'rig'idan shikoyat qilib doktorga boramiz va MRT tahlillariga tushamiz. MRT tahlilida yelka bo'g'imimizda artroz aniqlanishi mumkin. Ko'pchilik holatlarda bizga murojaat qilib kelishadi, artroz belgilari bor deb yozilgan tashxis ko'rinadi, ya'ni priznik artroz deb yoziladi. Lekin aslida artroz belgisi yelkamizni bu darajada og'ritishi kerak emas. Uni sabablari o'zgacha va boshqacha bo'ladi. Hozir shu sabablardan 3 tasini sanab o'tamiz. Birinchi sababimiz bo'yin qismidagi qisilishlar, ya'ni bo'yin umurtqasidagi qisilishlar yelka va qo'l qismimizga tinimsiz og'riq berishi mumkin bo'ladi. Bo'yin MRT'sida bu ma'lum bo'ladi va bu yerda protruziya yoki grija aniqlanadi. Endi insonlarning shunaqa tushuncha borki, grija aniqlansa, imенно o'sha joyda, ya'ni bo'yin qismida og'riq bo'ladi deb o'ylashadi. Yo'q, aslida grija qisilgan joyda emas. Grija qisilib, uni ketayotgan nerv harakatini nerv uchlaridagina og'riq sezamiz. Ya'ni bo'ynimizdan qisilish bo'lsa, yelkamiz, tirsagimiz yoki qo'limizda og'riq berishi mumkin. Endi grija sababini ko'pchilik biladi, bo'yin qismini MRT qildirgan va bo'ynida grija ma'lum bo'ladi. Endi bu grijani ham keltirib chiqaruvchi sabablari bor. Biz grijani o'zi bilan kurashamiz. Bo'ynimizga narsa taqib cho'zib yurishga harakat qilamiz, bo'ynimizdan tortamiz, bo'yin mashqlari qilamiz. Buni bartaraf qilishga urinamiz, lekin buni tagida yotadigan negizi bo'ynimizdagi mushaklarning spazmi hisoblanadi. Agar bo'ynimizdagi mushaklarning spazmini bo'shatmasak, bo'yin grijasidan xalos bo'lishimiz qiyin bo'ladi va yelkadagi og'riqlar ketmasdan bizlarni qiynab yurishi mumkin bo'ladi. Ikkinchi sababi yelkadan olingan jarohat. Ya'ni qo'limiz bilan harakatlanayotgan vaqtda qaltis harakatlanishimiz yoki og'ir yukni qaltis ko'tarishimiz oqibatida yelkamizning pay qismiga jarohat orttirib olishimiz mumkin bo'ladi. Endi yelkamizdagi jarohat yelka qismi ko'p harakatchan bo'lgani uchun buni to'g'ri bo'lishi, bitishi qiyin bo'ladi. Biz buni to'liq bitirmasdan, davolamasdan turib harakatni davom ettirsak, yelka og'rig'imiz surunkali holatga o'tib qolishi mumkin. Endi savol tug'iladi, yelka qismidan jarohat bo'lganmi? Endi surunkaliga o'tib qoldi. Buni davolash iloji bormi? Albatta iloji bor. Buni maxsus kinezologik test orqali yelkani mushaklari va paylarini tekshirib turib, o'sha yerda jarohatdan qolib ketgan nuqsonni davolash orqali buni to'liqligicha davolashni tuzatish imkoniyati bor. Uchinchi sababi, ko'pchiligimiz bilmaydigan sabab, bu omro suyagi, ya'ni ключицада o'tkazilgan jarohatlar hisoblanadi. Bu jarohatlar qanaqa bo'ladi? Deylik, biz orqa qism bilan yoki yon qismga yiqilayotgan paytimizda tanamizni himoya mexanizmi ishlab, biz boshimiz yoki yelkamiz urmasligi uchun qo'limiz bilan yerga tayanib qolamiz. Bu holatda tana vaznimiz qo'limizga tushadi. Endi qo'limizni tekis qilgan holatda tayanganimiz uchun bizning eng katta tana vaznimiz nagruzkasi omro suyagi, ya'ni ключицаga tushadi. Endi omro suyagimiz o'sha joyda mikrotravma oladi va bu yerdagi paylarda, svyaskalarda nuqson qolib ketadi. Bu nuqson bizning yelkamizning mushaklarini to'liq ishlamasligiga va nerv qisilishlariga olib kelgani uchun yelka qismimizda og'riq paydo bo'ladi. Biz yelkamizga mas suramiz, blokada qildiramiz, yelka qismimizni davolashga urinamiz. Bu yerda artroz bormi, yo'qmi, buni qiziqamiz, ko'ramiz. Lekin aslida muammo ildizi ключица, ya'ni omro suyagida bo'lgani uchun yelkamizda tuzalmasdan qiynalamiz. Qachonki shu omro suyagidagi muammoni aniqlab, undagi o'sha pay cho'zilishlari, undagi qolgan retseptordagi nuqsonlarni bartaraf qilish orqali yelkamizning og'rig'idan to'liq qutulsak bo'ladi. Mana shu 3 ta sabab bilan insonlar to'liq qaysi birida muammo borligi, qaysi bir sabab bizning og'rig'imizga olib kelayotganligini aniqlamasdan davolash, urinish bu besamar ketadi va og'rig'imizni surunkali ravishda davom etishiga yo'l qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Agar sizni ham yelka og'riqlari bezovta qilsa va bu og'riqlardan qutulish imkoniyatini topa olmayotgan bo'lsangiz, ushbu raqamlar orqali bizga murojaat qiling. Kasallikni erta aniqlab, uni rivojlanib ketishdan oldin davolash uni to'liq tuzalishiga olib keladi. Kasallikni qancha erta aniqlasangiz, uni davolash birmuncha oson bo'ladi va uni to'liq tuzatishga olib keladi. Agar siz shu holatda sal og'riq bor holatda o'tkazib yorsangiz, uni vaqtida ko'rsatmasdan mutaxassisga cho'zib yuradigan bo'lsangiz, bu keyinchalik jiddiy oqibatlarga olib kelib, qo'lingizda harakat cheklanishi va birmuncha og'riqlarni kuchaytirishiga olib kelishi mumkin bo'ladi.
Har bir katta muammoni tagida kichkina sabab yotadi. Shu kichkina sabab paytida aniqlab, uni davolash kasallikdan to'liq qutulishga olib keladi. Sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmang, ko'rishguncha xayr.